Sizlarda ham otishib turganinglarda zalyutlar ko'p yoq bo'lyaptimi? Ushbu videoda oxirigacha ko'ring, men sizga batafsil buni tushuntirib o'taman. Bunga hech qanaqa optimizatsiya yoki nastroykani keragi yo'q. Shunchaki jalba bo'limiga kirasiz, zalyut yo'q joyini belgilab, zabros tashlaysiz bo'ldi. E'tibor bergan bo'lsangiz, ikkita shotda ham hech qanaqa hit degani yo'q. Shunchaki meni zalyutim qutqarib olib chiqib ketdi. Agarda malol kelmasa, videoga bitta like bosib qo'ying. Sizlarda ham otishib turganinglarda zalyutlar ko'p yoq bo'lyaptimi? Ushbu videoda oxirigacha ko'ring, men sizga batafsil buni tushuntirib o'taman. Bunga hech qanaqa optimizatsiya yoki nastroykani keragi yo'q. Shunchaki jalba bo'limiga kirasiz, zalyut yo'q joyini belgilab, zabros tashlaysiz bo'ldi. E'tibor bergan bo'lsangiz, ikkita shotda ham hech qanaqa hit degani yo'q. Shunchaki meni zalyutim qutqarib olib chiqib ketdi. Agarda malol kelmasa, videoga bitta like bosib qo'ying.